Assalomu alaykum. Navoiy viloyat hokimligi axborot xizmati taqdim etadi. Diqqat markazimizda Navoiy shahridagi bozorlar. Ochig'i, ilgari bunday formatda kontent tayyorlamaganmiz, lekin endi viloyat hokimi bilan qadam-baqadam yurib, ko'rgan kechirganlarimizdan kelgan xulosalarimizni ana shu tarzda sizga ham yetkazib borishni lozim topdik. Ya'ni bunday tanqidiy tahlillar bundan keyin muntazam bo'ladi. Xo'sh, muddaoga o'tsak. Xalqqa, millatga uning bozori va mozorining holatiga qarab baho berishadi deyshadi. Tartibli bozor sotuvchiga ham, xaridorga ham yoki shunchaki bozor yonidan o'tib ketayotgan alohida ko'zga ham foydali va yoqimli bo'lsa kerak. Lekin mana necha galdirki Navoiy shahridagi bozorlarga borib ko'rayotganlarimiz, kelayotgan xulosalarimizdan umuman ko'nglimiz to'layotgani yo'q. Aslida bu kabi o'rganishlar shaharda tartib o'rnatish bilan bir qatorda soliqlarni o'z vaqtida to'lab borayotgan har bir tadbirkorning aholiga to'laqonli, qonuniy va sifatli xizmat ko'rsatishi uchun yetarlicha sharoitlar yaratib berish maqsadida tashkillashtirilmoqda. Bozor atrofidagi uylarda yashaydigan aholining ko'plab murojaatlariga ko'ra, shuningdek, atrofdagi betartib harakatlar tufayli kelib chiqayotgan tirbandliklarning sababini, umuman bozorlar holatini o'rganish, muammolarga konstruktiv yechim topish maqsadida Norma-To'lqinch har hafta bozorlarda bo'layapti. Tadbirkorlar bilan suhbatlashib, aholiga sifatli xizmat ko'rsatishlari uchun ularga bozor ma'muriyati tomonidan yaratilayotgan sharoitlar bilan tanishib, mavjud muammolarga yechim topishga harakat qilyapti. Lekin qarz ikki qo'ldan chiqadi. Kimi yeri bu? O'zani olasizmi kadasini? Pul beryaptilar bular. Kimdir yig'yapti pul. Do'stlar, nizakon. Soliq bo'ladi. Kim o'shanaga material qo'zg'atib, bugunni ish boshlashga o'sha hisob qo'yishdi. Yo'q, o zaman nima ish qo'ygan shu mashinaga yo'lni yo'q. Ha? Kim ruxsat berdi? Ha? Kecha masalan viloyat hokimi va prokurori boshchiligidagi mas'ullar shahardagi qurilish mollari bozori Darxon savdo markazida bo'lishdi. Savdo markazida 140 ta do'kon ro'yxatdan o'tgan. Bu qonuniy ish yuritayotganlari. Ammo ularning pardasi ortida noqonuniylari ham xuddi shuncha bo'lsa kerak degan gumondamiz. Sotuvchi va soliq munosabatlarini-ku gapirmasa ham bo'ladi. Bu bozormi, bozor emasmi? Nima o'zi bu? Nimaga tadbirkorlar mana bunaqa joy egallab o'tiribdi? Ha? Qani aborot so'rasang, nol aborot, hech narsa yo'q. Bozor turar joy kompleksining yonginasida qurilganligi esa o'sha noqonuniy sotuvchilar uchun qo'l kelib aslida uylarning o'tish yo'lagi bo'lishi kerak bo'lgan joylarga mollarni yoyib sotish imkonini yaratgan. Aholining noroziliklari aynan shundan kelib chiqmoqda. Bozorga olib borganimda nahotki ko'zing ochilmadi. Yurib bo'lmaydi-ku bu yerda. Musorga qara ahvol. Yozda butun kasal tarqaladi ko'z. Shahardan tashqarida bo'lish kerak. Butun dunyoda shunaqa. Ayniqsa bu qurilish bozor. Sanlar quril hamma jig'ildoningni o'ylaysan boshqa narsa. Odamlar yozyapti-ku, deydi, bir tartib bormi deydi. Shaharda bir odam bormi qaraydigan deb yozyapti-ku mana. Ha? Yurib bo'lmayapti deydi. Xullas, bir qarashdayoq ko'zga tushib, o'nlab savollar tug'dirgan holatlar bilan endi viloyat prokuraturasi, soliq, kadastr, gasin va favqulodda vaziyatlar boshqarmalari shug'ullanadigan bo'ldi. Voqealar rivojini kuzatishda davom etamiz.